Buni kichigiltib bo'lgandan keyin men tanlash buyrug'ini ishlatdim. Ya'ni tik 4 bo'lonliq tanlash buyrug'ini shundaqmi? Tanlash buyrug'ini ishlatdim. Bundaq tanladim. Endi biz mushu tanlash quroliga kelayli. Mushu tanlash qurolini qanday vaqt ishlatamiz? Photoshopda tanlash intay halqiliq buyruq. Bir narsani tanlamay turib, uning qarta buyruq belgilanmaydi, ishlayolmaydi. Tanlagan obyektimiz qarta ishlay olamiz, ham buyruq bera olamiz. Bunda bo'lsa cho'qim ma'lum bir doira qarta rang o'zgartirish yoki qavat o'zgartirish yoki ko'chirish, chaplash, tahrirlash degandek buyruqlarni ishlatar ekanmiz. Uni tanlab berishim kerak ekan-ku. Shuning uchun tanlash qurolini ishlatmayman. Men bu tanlash qurolining bir qancha xil shakl nusxasi bor. Navbat ishlatgan ham, mushu misolda ishlatgan ham tik 4 bo'lonliq tanlash quroli. Hamda uningdan boshqa chambar yoki ellipssimon yoki bir tuzsiziq, yanto tuzsiziq yoki bir tik tuzsiziq holatida tanlab berishdan iborat. Biz hozir ishlatganimizni so'zlaylik. Qurolni tanlab bo'lgandan keyin, oningdan keyin men mushu qurolga nisbatan ma'lum bir rayni kam bo'lib qolgan bo'lsa, misolanga da tanlaganda mundaroq tanlab qolgan bo'lsam, buning oxirini ulab mushaga to'liq yetkazishimning bir qancha xil usuli bor. Birisi qo'shib bermag'u ma'vu. Mushu tanlashni ma'ningda qayta bir tanlash rayini sizsam, asildikisini bekor qilib etdi. Ma'ning orqali sizsam, asildikisiga qo'shib birdi. Ma'lum bir tanlash rayini qo'shib biryotdi-ku, tanlagan rayini qo'shib biryotdi. Ma'ning orqali bekitsam, taqsam elevitib bardi. Ma'ning orqali qo'shichi, unda qilsam, hozir mushu navbat yangi tanlaganim bilan burungi tanlashning orasida kesishga rayini deb qoladi. Kesishga rayin shuga, taqsam nima deb qoladi hozir? Ay o'rtada kichik tik 4 bo'lgan deb qoladi, shundaqmi mana? Kesishga rayin deb qoladi. Bu tanlashningki 4 xil shakli. Ham buningki mush 4 xil shaklni knopka taqtisidan bir taraf qilindi. Control knopkasini bosib oldim. Hozir hech qanday qilmadim-ku mana, shundaqmi? Faqat mana unda qilib kesib elvat qiluvdi. Control knopkasini bosib olsam. Alt knopkasini bosib olsam, ma elish tanlanyapti, shundaqmi? Taqsam aş arlıqni elib etdim mən. Alt knopkasını bosib olgandim. Shift knopkasini bosib olsam, qo'shish tanlandı-ku. Taqsam qo'shpadimi? Shift knopkasi bilan qo'shish, alt knopkasi bilan elish, ondan keyin shift bilan altni tang bassam, kesishga rayin deb qilish. Knopka taqtisi iqtidori shu. Ya'ni controlda tanlangan rayini kesib oladi. Shift knopkasida tanlangan rayinga yangi tanlashni qo'shib berdi. Altda yangi tanlashni elib etdi. Shift bilan altda kesishga rayin deb qoladi.